Aka o'zi tanishtiring qayerdansiz? Men Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Sohibkor fuqarolar yig'inidan. Ism familiyangiz? Fayziyev Komil. Uyingizga bir 4 yil oldin necha yil bo'ldi qo'ygan? 8 yil bo'lyapti men qo'yganimga. Ha. 8 yil oldin sentyabrda bo'lsa kerak. Sariq qumursqa ham nima deysizlar? Voy akmi? Voy deydi. Ha, voy aka. Ana shunga qo'ydirib batamam haqiqatan lekin 1 yilga javob beruvdingizlar. 1 yil ichida haqiqatan kiymadi, yo'q. Yo'qolib ketdimi? Yo'qolib ketdi. Undan keyin ukam qo'ydirdi. 2 yillardan keyin qo'ydirdi ukam ham. Shunday. Adashmasam. Keyin xolamlar qo'ydi, narxlar o'zlari. 5 yildan keyinmi xolayat qo'ydirdilar? 5 yillardan ular toza ishonib bo'lgandan keyin qo'ydirdi. Shunday. Meniki qo'ydirgancha ishonganim yo'q edi. Haqiqatan yo'q, rostku bu osmonda xudo bor. Komil aka telefon nomeringizni aytavering aka. 99lik 918 0272. Rahmat, bugun sog' bo'ling. chisladachi? 25-may. Shu bugun eng yaxshi kun. 25-yil. 25-yil, 25-may. Mana bugun yana bir qarindoshlarimizga qo'ydi. Yana do'stimnikiga qo'ydim mana. Men qo'yganim bu yoqlar qo'ydi. Mana ishonmay bular ham unaqa qilyapti. Lekin qo'ydirib to'g'ri qilasizlar. Buni faqat endi gap ishonishda. Pulidan Xursandmisiz yo'qolgani? Xursandman-da. Yashang. Yashang, rahmat. Vakillar ham din duo qiladi endi ular. Yashang.